Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Dünyanın her qaysı devletlerinde yaşayotgan özünü ana vatanim Şarkı Türkistan dep qaraydigan barliq qarindoshlar. Hammalarga Allah'ın güzel salamları olsun. Bizni yana bir qatam yüz ko'rishtirgan Allohga hamdlar olsun. Ko'rayotganinglardek mavzumuz Amerika Ukrainani qurbonlik qilandi. Bu mavzu navbatdagi vaziyat hammamizga ma'lum. Dünya siyosati bek tez o'zgarishlarni boshdan kechiryotidi. Yillardan beri bir yerga petib turg'unlik shakllangan Suriya vaziyati tez o'zgarib, Asad hokimiyati ag'dirilib, yeni bir vaqtlik hukumat maydonga kelgan bo'lsa, o'xshashla aniqsizlikqa to'lgan Rus-Ukraina urushimi yeni vaziyatga kirganligini ma'lum qildi. Greenland, Panama kanalı, Kanada meselelerimle. Bularning hammasi Amerika siyosadagi o'zgarish, xususan Donald Trumpning saylanishiga aloqaliq maydonga keldi. Bu o'zgarishlar haqida bas munozara elib berish, muloyiza yurgizishga meningcha kerak yo'q. Bo'g'ini bo'la desakmi bo'ladigan ishlar. Bugün bizning qarab chiqadiganimiz Rus-Ukraina urushi va Amerikaning yangi tutumi haqida bo'ladi. Xabaringlarda Trump saylam oldida Ukraina urushi haqida bo'lmasligi kerakdi. Men rais bo'lgan bo'lsam, bu urush bo'lmaydi yoki bo'g'izmaydim. Reis bo'lsam darhol urushni to'xtataman degandek so'zlarni qilgan edi. Bugungi kelganda Amerika haqiqatan Ukrainani o'z beshiga tashlaydigandek alomatlar ko'rilmoqda. Va hatto o'z manfaati uchun qurbonlik qilish ehtimolimi borligi so'zlanmoqda. Trump Zelenskiy haqida diktator dedi. Xabaringlar. Komediyen yani qiziqchi dedi. Hatta o'g'ri deganini imo qildi. O'g'ri. Urush boshlangandan beri Amerika yordamining tegishlik yerga yetmay, o'tirdi noma'lum yanchiqlarga kirib ketganligi sir emas. Bu haqda burunmi o'tirda kezilayotgan gaplar mavjuddi. Endi Trump buning hisob kitobini qiladigandek bishoratlarni bermoqda. Bu yanchiqlar Amerika tarafdan mubodak qiladi, Ukraina tarafdan mubodak qiladi. Pul kirib ketgan yanchiqlar. Amerika bergan yordamlarning badaliga Ukrainaning qimmatli medallarini talab qilmoqda. Bu ishlar deyilgan yerda qoladigan turdan quruq gap bo'lishdan chiqayotganligini ko'rildi. Riyoddagi ko'rishma ishning jiddiyatini ko'rsatdi. Ko'rishmaga mavzu bo'layotgan Ukrainaning bu ko'rishmada yeri bo'lmasligi, ya'ni u ko'rishmaga qatnashmasligi dunyo tarixida doimo takrorlanib kelayotgan siyosiy shaxmat o'yinini yana bir qatim eslatdi. Acizlarning to'ni boshqalar tarafidan pichiladi deganni eslatdi. Ve bu acizlarning bo'yining o'lchimi elinmasdilla kuchliklar tarafidan pichiladi ki cho'ng kelsin, kichik kelsin bu tonni kiyishga majbursan. Bu xil ton pichish bizning tarixiy qismatimizda bo'lgan ish ekanligini hammanglar bilasizlar.
Bundaq vaziyatda acizlarning bo'yi o'lchanmaydi. Uning ra'yi, meyli so'ralmaydi. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, boshqalarga tayansang, davlat mudofaasi bo'lmas. Ukrainaning davlat mudofaasi G'arbga tayanib qolgandi. Va G'arb yordamni to'xtatgan hamatla bu yerda davlat mudofaasidan gap ochqili olmaydigan bir vaziyatni hammanglar ko'ryapsizlar. Ya'ni ruslarga qo'rimi olmaydi, sey olmaydi deymiz bu. Buni esimizdan chiqarmaylik qarindoshlar. Ya'ni boshqalarga tayansang davlat mudofaasi bo'lmas. Xalqimizning umumiy qismi hammasi degidek siyosiy bo'lg'achqa hozirgacha Rus-Ukraina urushi haqida tamoman g'alati, kasalman, haqiqatdan dunyoning manfaat o'lchamlaridan uzoq bo'lgan holda hissiyotiga ko'ra baho mulohazalarni qilib kelgan edi. Hatto Rus tugashsa Xitoylarni tugishidi degandek o'z-o'zini xo'sh qilish turidagi xulosalarmi mavjuddi. Ukrainaga duo qilib ruslarni qag'aydigan bo'lgan. Ukrainaning g'albalaridan suyunib, ruslarning chiqimlaridan xo'sh bo'ladigan bir vaziyat bo'lgan. Hatto Ukrainaga fidoyi bo'lishga chaqiriq qiyg'uchilar bo'ldi. Keyin uni chaqchaqlayib olgan bo'lsa-mu, ruslarga qarshi urush qilish uchun Ukrainaga fidoyi bo'lib berish haqida lapla o'tirdi kezdi. Xabaranglar, mening bu masaladagi qarashim boshdan oxir siyosiy xalqimizning qarashlari bilan qarama-qarshi bo'lib kelgan edi. Oldi bilan Rus-Ukrain urushi portlash bilan Sharq Turkiston masalasiga amdilatin ko'ngil bo'lishga boshlagan dunyoning diqqati burmilinib, Sharq Turkiston to'liq ma'noda unutilib ketgan edi. Bir ziyon bo'ldi bizga buning bilan. Uningdan qolsa ruslarning G'arb kun tartibida asosiy dushman o'rniga qo'yilishi xato bo'lish bilan biz uchun intayin ziyonliq edi. Bunimi degandim? En az 2 video nashr qilgandim xabaranglar Rus-Ukrain urushi haqida videoni qayta ko'rib boqinglar. Endi bu vaziyat qanday chiqayotganligini selishtirib boqinglar. Chunki ruslarni Xitoyning quchqig'iga ittiryapti bu urush. G'arbning Rus dushmanligi ruslarni Xitoyning quchqig'iga ittiryapti. Va ruslar hala Xitoyga berishga unamay kelgan ba'zi texnikalarning Xitoyga berilishiga sabab bo'ladi. Ruslar ajizlashib ketsa, Yapon dengizi G'arbiy Tinch okean rayonidagi tangpungliq buzilib, Xitoyning kuchayishiga sabab bo'ladi. Buni men deb bo'lgan. Qarindoshlar. Intayin xatarli bu. Amaliyotda qiyoslarimiz asosan tutdi. Xitoylar dunyoning diqqati buralgan bu fursatdan foydalanib, o'zini xeyli xo'p kuchaytirdi. Ruslarga yordam berishi, Xitoylarning ruslarga yordam berishi haqida bu degandim. Bu faqat ruslarning g'alaba qilishi uchun emas, urushni davom qildirib, texmi ojizlashishi uchun edi. Xitoyning yordami. Mana shu urush va boshqa xato siyosatlar sababidan Xitoylar bir muncha turlarda Amerikani qo'liga qaratadigan vaziyat shakllanib, Amerika bu xavfni amaliy his qilishga boshlagandek qiladi. Lekin Amerika Xitoylarni cheklamoqchi bo'ladi ekan. Ruslarni dushman qilib olgan shaklda cheklayolmaydi.
Buni men dep qo'ygan. İki çoğun kişini bir vaqtda düşman qilib verishning oqibatlari tarixda misollari ko'p ko'rilgan bir telvilik bo'lib, faqat mag'lubiyat bilan natijalanadi. Mana bu sababdan Amerika agar Xitoyni haqiqatanmi rostli cheklamoqchi bo'ladi ekan, Ruslarni dushman tizimligidan chiqarishi shart. Bu mazmunnimi mening Rus-Ukraina urushiga oid avvalgi videolarimdan topa olasizlar. Bugun bo'layotganlar Rossiyani dushman tizimligidan chiqarishning dastlabki qadamlaridir. Chunki Xitoyga taqobil kelishning yo'li bu yerdan o'tadi. Agar Amerika global kapitalistlar tarafidan boshqariladigan va globalchilar butun Xitoyni semirtayotgan, bundan keyingi dunyo hokimiyatida Xitoyni vosita qiladiganligi rost bo'lsa, Amerikaning Ruslarni o'z sepiga chekishi mumkin bo'lmaydi. Ko'rinayotganlar boshqa bir o'yinning tayyorligi bo'lishi ehtimoli bor. Hozircha dunyo hokimiyati qo'yidiki globalchilarni mustasno qilib, Amerikani ko'ringan holatida bir cho'ng davlat deb qarab mulohizamizni qanot yaydi bo'lsak, yuqorqi deganlarimizning xulosasi sifatida shuni deyalaymiz. Ruslar dushman tizimligidan chiqarilib, ittifoqdoshlik taklif qilindi. Yoki hech bo'lmasa Ruslarning Xitoylar masalasida betaraf qilishi haqida va'da elinadi. Buningsiz Amerika Xitoy bilan bo'ladigan har qanday urushda, mayli iqtisodiy urush, texnik urushi yoki issiq to'qinish bo'lsin, g'alaba qilolmaydi. Undaq bo'lsa Amerika Ukrainani qurbonlik qilib bitamdi. Meningcha Ruslarni Xitoyga qarshi safda Amerikaga qarshi taraf bo'lib qolmaslik uchun Ukrainani qurbon qilib o'tishga to'g'ri keladi. Lekin bir davlat bo'lish sifatida Ukraina bu ahanetni ko'tarolmaydi va kutilmagan talviliklar maydonga kelishi cho'qim. Shuning uchun buningga ba'zi yumshoq usullar qo'llanilishi muhaqqaq. Ya'ni Ukrainaning milliy g'ururini oshkora holda dafsanda qilmaydigan, Ruslarni qanoatga keltirib, g'ururini papilaydigan bir yo'l topiladi. Gerçi mushundaq üstü suvalgan şekillerde görünsümü natija itibari yoki moddiy jihatdan Ukraina yanını ustug'an bo'lib chiqadi. Masalan, Donetsk rayoni, Qrim Ruslarning qo'lida qilish badaliga urush to'xtatilsa, ammo bu tuproqlarning aslida yanılı Ukrainaning ekanligi jihatdagi tunishda, faqat tunishda Ukrainani xo'sh qilib, tuproq yanılı senin. Ammo hozircha mushu vaziyat saqlangan holda urush to'xtatilmasa, boshqa chora yo'q. Belkim kelgusida tuproqlarini qaytarib olishning uyg'un fursatlari tug'ilishi mumkin shaklidagi papilashlar qilinsa, bu ham Ukrainaning g'ururiga tegmaydi. Chunki hech qanday g'arb davlati ishg'ol ostidagi tuproqlarni Rossiya zimini deb qabul qilmaganligi, yanılı Ukraina tuprog'i deb qaraydiganligi Ukraina uchun tasalli bo'ladi. İşğal ostidagi tuproqlarning amaliy boshqarish huquqining Ruslar qo'lida qilishi Ruslarni qanoatiga keltirdi. Natijada har ikkisi buni qabul, ma'qul bir natija, o'zlari uchun bir qozonch deb qabul qiladi. Boshqa chorasi yo'q. Agar Ukraina qattiqlik qilgan taqdirda G'arbning yordamsiz urushini davom qilolmaydi. U holda bu Hindiston, Pokiston orasidagi Kashmir masalasi, Xitoy, Hindiston orasidagi Oqsay va Arunachal rayoni masalasidek tarix bo'yicha hal bo'lmas holda bezlashib olgan shaklda so'rilib kelaveradigan bir masalaga aylanib kelaverdi. Biri amaliy kontrol qiladi, uningga xo'sh. Yana biri butun dunyoning qarashidimi, bu yer mening tuprog'im degan tasalli bilan ketaverdi. Zaman kichik ko'lamlik chegara to'qinishlar tug'ilib tursa-mu, cho'ng vaziyatda o'zgarish bo'lmay qolaveradi. Qrim aslida tatarlarning vatani edi. Qrim xalqimi ruslar tarafidan istilo qilingan.
Rus aholisi ko'chirilgan. Bo'libmi Ikkinchi dunyo urushidan keyin tatarlar O'rta Osiyo va Sibiriyaga surilgandan keyin ruslar makonlashtirildi. 1956 yilga qadar Rossiya Federatsiyasining chegarasi ichida edi. Xrushchevning taxtiga chiqishi bilan Ukrainaga berib o'tilgan. Bumi Ukrainaning peshonasiga qo'yishga bo'ladigan bir tarixiy paket. Endi bizning ko'ngil biladiganimiz Rus-Amerika munosabatlaridagi ilgirlash. Buningga duoda o'p tursak bo'ladi. Yana biri Rus-Xitoy munosabatlarida ko'rilayotgan tengsiz savdo hajmi, buningda Ruslarning ko'nsir Xitoyning qo'lib qarashga boshlashi, yana biri Xitoy ko'chmanlari masalasi. Xitoylarning zaman xalqning sadosi sifatida xufsallik bilan bozorga selayotgan Mongoliyaning Xitoy tuprog'i ekanligi iddaosi. Hatto boshqa Rossiya Avtonom Cumhuriyet va Federativ Cumhuriyetlari ustidagi haq iddaolari. Masalan, Xaqasiya Federativ Cumhuriyeti, bizning Sharq Turkistonning Rossiya bilan chegaralanadigan o'sha 100 kilometr Taya shu chegaradagi bir Turkiy millat bor. Ashularning jumhuriyatini iddio qilibdi Xitoylar. Asli bizning deydi. Mana shunday haq iddaolari Rossiya eng keyin qo'shib olgan uzoq sharqdagi tuproqlarning haqishi Ruslarda reaksiya tug'diramdi yo'qmi? Amerika bu taraflarni g'idiqlab, Rus-Xitoy munosabatlaridagi mushundaq yoshirin yarlarni ig'iz oldiramdi qandaq? Bu taraf bizning taqdirimizga texmi aloqali bo'lg'achqa, buningga duoda bo'lishimiz texmi mantiqli bo'ladi. Ukrainaga duo qilmay, Mayaga duo qilsak to'g'riroq bo'ladi. Ukrainaning g'alabasi uchun duoda bo'lishning hech qanday mantiqli munosabati yo'q. Sharq Turkistonga hech munosabati yo'q. Shundaqla Ruslarning o'tmishda qilganlari uchun uningga badduo qilishga kerak yo'q. Chunki davlatlar munosabatida mangulik dushman yo'q, mangulik do'stmi yo'q. Agar vaziyat mushu yo'sin taraqqiy qilib, Amerika Ukrainani qurbonlik qilish badaliga Ruslar bilan yaxshilashib qolsa, biz uchun umid tug'ilganligining alomatidir. Amerikasiz Yevropa Ukrainani qo'llay olamdi. Yevropaning yordam bilan urushni davom qila olamdi. Muqarrar holda mushundaq savollar tug'ilishi mumkin. Oldi bilan shuni desak, butun Yevropaning yillik qurol yarog' ishlab chiqarish umumiy miqdori Rossiyaning 3 oylik ishlab chiqarish miqdoriga teng ekanligi so'zlanmoqda. Bundan boshqa Amerika boshchiligi bo'lmay turib, Yevropa o'z beshiga Rossiya bilan dushmanlashishi bek tas. Bir tarafdan Rossiyaning energiyasiga ehtiyoji bor. Yana bir tarafdan agar qurol yarog' raqobat qilsa, cho'qim Rossiyani besib tushanmaydi. Shunga Rossiya bilan yaxshi xo'p bo'lib, tinchlikda birga o'tish yo'lini tanlashga majbur. Rossiyaning haqliq talabi bo'yicha NATO'ni Rossiya chegarasiga taqamaydigan orada bir tarafsiz davlat qoldirishga ma'qul bo'ladigan tutumda bo'lishga rozi bo'lish orqali Rossiyaning qayg'ularini pasaytirishi mumkin. Yevropa Amerika tarafidan tashlab etiladi. Yo'q, Amerika Yevropani qo'lidan chiqarolmaydi. Unda bo'lsa Yevropa Rossiyani xavf his qilishdek tarixdan kelayotgan tahdid tuyg'usiga asosan darhol Xitoyning quchog'iga yiqilishi mumkin. Agar Amerika Yevropani tashlab etsa, Yevropa Xitoyning quchog'iga yiqilishi mumkin. Bundaq natijaga yo'l bermaslik uchun Amerika yanala Yevropani qo'lida tutib turdi. Trumpning islohoti faqat NATOning harbiy rasxotining tombeshi Amerikaga tushib kelishdek vaziyatga xotim berish. Her NATO a'zosi bo'lgan davlat o'ziga tushgan qarzni ustiga olish. Buning bilan
Amerikanın yükünü yeniqiltib, Amerikanın dövlət içidəki paravanlığını yuqarı götürüş, Amerika xalqını xoş qilish orqali Buyuk Amerika şuarını əməlga oshirish uchundir. Undaqda shu yerga kelamiz. Agar Amerika Rossiyani yeniga torta olsa yoki hech bo'lmasa betaraflikka ma'qul qila olsa, Xitoyga qarshi harakat boshlamdi. Cho'qim boshlaydi. Bunisi keskin bo'lsa-mu, lekin qanday harakat degan savolni qo'yishga to'g'ri keladi. Meningcha issiq to'qinishdan boshqa barliq vositalarni qo'llandi. Ammo issiq to'qinishdan yanada o'zini qochirdi. Xitoyning avval mush etishini kutdi. Halbuki Xitoymi issiq to'qinishni xohlamaydi va uning uchun avval mush atquchi bo'lmaydi. Xitoyning ilgirlashlari to'xtab qolamdi. Amerikaning barliq vositalar bilan qilgan besimlari tufaylidan Xitoyning ilgirlashlari faqat ostilaydi. Ammo to'xtab qolmaydi. Chunki mustabid tuzumlarda ahvol mana shunday bo'ladi. Xalq ochliqdan qirilib ketishi mumkin, ammo hukumatning g'azinasiga bek cho'ng ta'siri yo'q. Eslab ko'radigan bo'lsak, Xitoylar dal 62-yildagi ocharchilik davrida atom bombasiga mablag' selib, atom bombasi yasayotgan edi. Bilasizlar, atom bombasiga ishlatadigan uran, plutoniy degandek moddalar oltindan necha hassa qimmat. Normalda aciz devletler bunun çıkımını götüremeydi. Ama diktatör devletler götüreverdi her kança aciz olsun. Açıkçası halk aç kalıdı. Öz halk öldü. O kıyılıkını kılıyordu. Mana shunday qilib Xitoy hokimiyati xalqi qanchalik qiyinchilik tassin, ularni hayvatlik shuarlar, dog'dug'liq ommaviy harakatlar bilanmi baxtiyor ekanligiga ishontirib, o'z ishini qilib ketaverdi. Amerika faqat xuddi Panama kanali o'rnakida bo'lganidek ba'zi davlatlarni Xitoy bilan bo'lgan hamkorlik kelishimlaridan chekinishga ma'qul qilishi mumkin. Ammo hammasini emas. Qaytadan Buyuk Amerika shuarini amaliylashhtirish uchun pul kerak. Bu pul Amerika ichida bo'lishi, Amerika ichida hajlanish kerakki, boshqa yerlarda pul sarf qilish Buyuk Amerika planiga salbiy ta'sir elib keladi. Urush iqtisodni eng tez va eng keng ko'lamda quritib yetadigan bir ish. Shunlashqa Amerika issiq to'qinishlardan o'zini qochirmasi bo'lmaydi. Amerika Xitoyning taraqqiyot sur'atini astiltib, Amerikadan eshib ketolmaydigan saviyada cheklash bilan qanoat qilishi mumkin. Xitoyni tamoman ojizlatib etish, parchalash qatorliq shirin tushlar issiq to'qinishni taqozo qiladi. Uzoq tuturib olib qilinadigan besimlar, iqtisodiy cheklashlar, norozilik faoliyatlari, hatto nuqtaliq yerlarda elib beriladigan sabotaj, ya'ni buzg'unchilik harakatlari bilanmi amalga oshmaydi. Xitoy bu ishlardan saboq olib, xalqarodagi kengayish harakatlarini dabdabasiz, shovqinsiz, diqqat qo'zg'amaydigan usulda elib boradigan bo'ladi. Ya'ni xuddi qonunsiz partiya va tashkilotlarning yer ostiga ko'chishiga o'xshab ketadigan bir turda. Nishon yoshirinlikqa yuzlansa, ularning qarshisidagilar uchun texmi xatarlik bo'lib qoladi. Biz Uyg'urlarning kutadig'ini yoki bizga kerakini nima? Issiq to'qinish. Bizning kutadig'imiz issiq to'qinish. Orzuyimiz issiq to'qinish. Her qanday bir cho'ng davlatning Xitoy bilan urushib qolishini tama qilamiz. Asosiy dushman Xitoy bo'lgan umumiyuzlik bir urush orzuyimiz. 3-Dünya urushi. Mushundaq bir vaziyatlar biz uchun foydali natija tug'dira oladi. Qarindoshlar.
eğer bu haqda savollaryňyz bolsa inkasga ýazsaňlar kelgüside ýene jogaplaşdyrýarmyn. Hazırça Allah'a emanet. Hemmeňlerini Allah'a tapşurdum. Niyet kıygan büyük ve ulugvar işleriňizde Allah yardımçılar olsun. Hayır hoş.